alam, dard. Chiqib gapirdim, $100. U narsani menga hech kim aytmagan. Matka управляет миром. O'zingiz so'ragan ekansiz-da. Mayli bilan ajrashib ketgan bo'lsa, Я заедала стресс. so'ziki ilon inidan chiqadi. Kayf qilib hayotini yashab, групповой kol qilib, mana bunaqa qildilar. Alkogol, narkotik. Nabrot borib o'sha ishni qilaman. Trak drayverlar biladi, riskovat qilishni yaxshi ko'raman. Uydagi musirni tashqariga olib chiqmagin deydi. Voy, ona baribir ham o'zini farzandi deydi. Shularni yig'ib chiqadi bir. O'zlari ham ko'rayotgan bo'lsa, men bu narsaga hech qachon kechirmayman. Assalomu alaykum, Fadi. Assalomu alaykum, Xush Vika. kelibsiz, jamiginam. Rahmat meni Yaxshi taklif keldingiz. qilganingiz uchun. Sizga Juda rahmat. xursandman. Что вы согласились. Sizga katta rahmat kelganingiz uchun. Xursand bo'ldik bizning ofisimizda kelgan ko'rib. Da Lux Cargo tabriklayman. Chunki hamma ham qo'lidan kelmaydi biznes. Bu biznes ochib, shu yurg'izishga birinchi ochrat katta investitsiya kerak. Ikkinchi juda ham ko'p patience kerak. Endi o'zbek tiliga bir sabr. Sabr kerak va ko'p odamlar bilan muomala qilishni bilish kerak. Bu narsa oson emas, chunki dunyoga har xil odamlar bor. 100 ta narsani to'g'ri qilib bersangiz ham o'zi kelib biror narsani neto qilib yana shunga ham g'alaba qiladi. Shunaqa klientlar bilan gapirishni bilish kerak biznes ochishdan oldin. Bu juda ham qiyin, oson emas narsa, Vikajon. Ko'plar, misol uchun mana sizni как пари-трекер deb bilishadi-da. To'liq ismingiz sizni Parvina, to'g'rimi? Parvina Eshonqulova, Ulug'bekovna. Ulug'bekovna, да. Hamma sizni как пари-трекер deb bilishadi. И kontentlaringiz orqali bilishadi. Instagramda вы вообще звезда. Man hali aytgan darajamga chiqmabman rostini aytsam, lekin mana juda ham planlarim ko'p. Man o'zi Instagramni nimadan ochgan? Alam, dard. Rostini aytsam, men shunaqa hayotimga qora narsalar bo'layotdiki, что man вообще bu hayotning mazmunini ko'rmayotdim. Chunki faqat trak, faqat o'y, trak, bir o'y, 1-2-3 kun yana trak. Aytdimki, dedim, men biror narsa qilishim kerak. Siqilib ketyapman. Ko'nglim o'sha aynayapti, siqilib biror narsa qilmasam o'zimni jinni bo'lib qolaman dedim-da. Keyin o'tirgan edim, aytdimki, bo'ldi, men Pari Trackerni ochaman. Men ana shu hayotimni blog qilib, men o'zimga bitta maqsad qo'ygan edim. Shu Pari Trackerni ochsam agar, bir oyning ichiga 10,000 ta подписчик. That was my goal. Mana goalim edi. Mana o'zbek tiliga bilmayman. Tochka mana bir oyga 10,000 ta подписчик. Shunday bitta video qo'ydim, 2 ta video qo'ydim, 3 ta video. Mana hali подписчикim 10 ta, 20 ta, 100 ta подписчик. Shunaqa chiqib ketdim, bir oyning ichiga 50 ming, 60 ming подписчик сразу keldi. Tak telefonim oqshom Instagram ting. Уже kirib уведомленияni o'chirishim kerak edi. Chunki men o'sha ko'tara olmadim. Shunaqa ko'p сообщение, reklamalar shunday birinchi oyga menga boshladim. Birinchi reklamam esimdan O'zbekistondan bitta odam chiqdi, aytdi, "Parijon, reklama qiling." U bu men gapirishni bilmayman, nima qilishni bilmayman, qanaqa reklama qilishni va nech pul olishni вообще bilmayman. Keyin aytdim, "Xo'p, opajon, qanaqa reklama qilay, nima qilay? Keyin o'zingiz biror narsa berasiz-da" dedim, "Bilmayman." Men даже bilmaysiz shu reklamaga pul oladi odamlar. Rostini aytsam, famiga ketmaysiz-da. Men даже bilmaysiz, что pul olaman va undan so'ramabman ham pul olaman deb. Keyin u menga aytdi, "Mana buni istoriyangizni qo'yib bering, keyin menga bankimga, bu yerga ham odamlari borki, shunday $100 zal qildi." Men aytdim, "Dedim, qanaqa biznes zo'r ekan-a?" Chiqib gapirdim, $100 oldim. 5 minut yoki gapirdim. Uncha ko'p emas. Da. Va $100 olyapman. O'sha payt подписчикim уже 20 ming ta bir haftaning ichiga. Уже birinchi reklama bir haftaning ichiga qilgan. Necha yil oldin siz boshlagansiz? Mana shu Instagramga приблизительно 2 yil oldin, 2 yil bir yana 2 oy. 2 yil 2 oy ichida u вас вообще шикарный результат. 300 mingdan oshdik. Men sizga aytaman, nimaga hali aytganim darajaga chiqmabman, chunki homiladorligim juda ham tijolo o'tdi va ko'p kontent qo'ymadim. Bilasiz, kontent qo'ymasangiz Instagramga aktivist tushadi, подписчик kelayotganing, mana bu potok tushadi, trenddan tushasiz. Juda ham qiyin paytlar bo'ldi, lekin menga birinchi ochrat mana sog' salomatligim edi, mana bolam edi, mana erim, mana oilam, ota-onam. Кстати, прекрасная жена и прекрасная мама.
Rahmat. Da yaqinda 1 yil tug'ilgan kun o'g'lingiz tug'ilgan kuniga ham borgan dedi. Bir yil, почти 1 yil Instagramga hech narsa qo'ymadim. Mana hozir endi o'zimga kelib, mana bu gormonalniy depressiyalarda, mana послеродовой Sizda bo'ldimi послеродовой depressiya? Qanaqa depressiya bo'ldi? Shu ko'p Instagramda depressiyasi bo'ldi. Chunki men aytyapman, hozir ozgina semirdim, kontent qo'yishim kerak, lekin aytgan ko'ylagimga kirmayapman. Shu narsalarga stress bo'ldim. Endi oyi bo'lishiga umuman stress qilmadim, chunki baribir pulim bor edi. Nyanka olaman, уборщица olaman, chef повар olaman. Uyimga hamma narsam, sharoitim bor. Lekin zo'r ozib oldingiz. Qanaqa qilib bunaqa ozib oldingiz tuqqaningizdan keyin? Bu hammasi rostini aytsam psixologik ish. Men psixolog bilan ishlayman. Bu ancha mana bu veslarim mana hammasi bolalikki travmalardan kelgan. Chunki menga oyim mana unaqa how do you say sen zo'r bo'lasan demagan menga. Sen zo'r, meni otam aytgan sen zo'r bo'lasan, lekin materinskiy tarafdan u daraja baquvvat emasda. Shuning uchun psixologik stres ya zaedala stres. Men bironta narsaga stres qilsam, mana ko'p odamlar alkogol, narkotik, kimlarga boradi, lekin men ovqat, shirinlik, mana burger, kim men ana shu emotsional depressiyadan men ves katta olgan edim. Lekin xuddi trakka ishlaganman. Men o'zimga даже trakka chiqganimga вообще katta bo'lib ketgan edim. Bu o'ylayman ancha ko'p trakistlarni problemasi shu trakka yurib ves oladi, chunki ko'pincha o'tiradi. Nima maslahat berasiz? Rostini aytsam, qanaqa maslahat beraman? Даже mana bu trakka chiqganingizga bu narsani menga hech kim aytmagan. Trakka chiqganingizda faqat полезный ovqatlar olib chiqing. Chunki bironta unaqa orovni oldiga bo'lsangizmi, ko'yachimikin mountains. O'zbek tiliga. Tog'larni o'rtasiga kirib ketsangiz, o'sha hech narsangiz yeyishga bo'lmadi. Faqat shu salat bilan faqat shu полезный ovqatlaringizni yeysiz, avtomatik ozishni boshlaysiz. O'sha organizm bitta narsaga o'rgataverasiz-ku, ana shunga kirib ketadi. Siz masalan ot bo'lsangiz, boshi sizsiz. Boshini qayerga bursangiz, badani ham shu tarafga burib ketadi. 100%. Da, shunaqa qilib men o'zimga oxirgi payt faqat o'yimga, даже shoppingga borsam, xuddi mana bu shirinlik, nima men o'sha o'zimni o'rgatgan. Aytaman, bo'ldi. Hozir ham mana предложить qildim, yo'q, yeymayman deb. Yo'q, yeymayman, chunki menga даже gap o'zi vesga emas. Bu shakar o'zi shunday sugar crush bo'ladi, energetika beradi. Keyin вообще pastga ana shunday oqshomgacha men ana shunday bo'lib yuraman, energiyasiz yuraman. Bu narsani juda ham ko'p men o'qigan, shakar qaysi vaqt yeyish juda ham foydasi katta tegadi, qaysi vaqt foydasi kam tegadi. Ovqatni baridan yesangiz, orqasidan bitta shokoladcha biror narsa yesangiz, вообще zo'r deyish qiladi. Men даже bilmaganman. Ovqatni orqasidan bu eng zo'r vaqt yeyishga. Keyin ko'plarni qiziqtiradigan savol, necha yoshsiz? Даже men o'zim ham bilmayman. Rostini aytsam, ko'pincha odamlar o'ylaydiki, men masalan 30 ga, 40 ga kirgan, chunki ko'p darajalarga kelganda hayotimga. Lekin men 26 ga. 26 yoshsiz. 26, 99-yilman. Deva, kstati. Deva bilan lev, chunki men переходga tug'ilganda, menga lev kvalizam bor. Ko'proq lev sizda. Da, fire sign. Menga ham lev, ham unaqa mana shunaqa darajalar keladi. Fire sizda? Fire, da. Ko'p joylarga fire, ana shu meni fire qilgan motivatsiya meni dadam bo'ladilar. Juda ham men xursand, что mana shuncha, meni rostini aytsam, o'g'il boladek katta qilgan. Hech kimdan pul so'rama, hech kimni bo'yniga o'tirma, faqat o'zing harakat qilib. Siz tuman necha yoshdan boshlagansiz ishlashni unda? Trakni shunda 21 yoshimga kirdim. Shunday trakka dokumentlarini topshirib kirdim trakni unaqasiga, o'qishiga. 21 yoshimga CDL lisensim bor edi, class A CDL license, chunki CDL license o'zi 21 yoshdan boshlaydi. Даже CDL license olsangiz ham, mana 18-19dan keyin olsangiz ham, u faqat within state haydasa bo'ladi. Shu qaysi shtatga siz lokatsangiz, shu shtatga haydash. Shtatdan chiqishga o'sha 21 plus bo'lishi kerak. U специальный license, ismi class A CDL license, interstate bo'ladi. Interstate degani ana shu 50 ta shtatga haydash mumkin. Lekin agar 21 yoshdan past bo'lsangiz agar, sizga faqat shu domestic bo'ladi. Faqat o'sha shtatingizning ichiga. Почему вы решились? Nimaga именно shu sohani tanladingiz? Traknimi? Men rostini aytaman, bu sekret emas. Ko'p trak driverlar biladi buni. Ko'p odamlar puli deb chiqadi. Rostini aytsam, yosh,
Oilam yo'q, bolam yo'q, erim yo'q. Hay ota-onam New Yorkda, lekin aytdimki, men konkretno ishlashim kerak. U joy, bu qilishim kerak. Men rostini aytsam agar trakka yuraysidimku, yomon ko'p yig'laysim, chunki meni ancha dugonalarim hali Instagramga qo'yadi, tirnog'ini qilyapti, hali qo'yadi, resnichkasini qilyapti. Даже gap bunga emas, просто kayf qilib hayotini yashayapti. Men kletkani ichiga edim. Xuddi qamoqni ichiga, lekin pul qilyotdim. Men aytdim, mayli. Ular klub yursin, ular kalyanga yursin, ular tirnog'ini qilsin, ular boshqa narsa, mayli, bu o'zini hayoti. Lekin men o'zimga boshqa hayotni tanladim. Men ishlab, hamma narsani qilib, shu 30 ga kirmasdan men retire qilmoqchi o'zimni. Retire, you know? Bilmayman o'zbek tiliga retire. Pensiyaga chiqmoqchisiz. Pensiya, 30 yoshimga pensiyaga odam qachon chiqadi? Passive income bo'lsa, даже uxlayotgan paytga imkoningiz bo'ladi-ku, pulingiz. Bu narsaga erishishga odam harakat qilib, ishlab, yaxshi yo'liga yurib, odam harakat qilsa bo'ladi. Vika bo'ladi. Men hamma vaqt halol yo'lni tanlagan. Hamma vaqt halol yo'l, chunki meni otam shunaqa katta qilgan. Даже senga arzon tushadimi, qimmat tushadimi, hamma vaqt halol yo'l bilan yurmasani halol katta qilgan. Yoshligimga kelaysidilar, qo'llari qorada, dadam usto. Uylar yasaydilar, mramorshik, har xil mramorlarning ismini, даже biz green cardda yutib kelganimizga 20 yil oldin dadam посольствоga bek чем-то занимаешься deb so'ragan edi. Переводчик посольство, amerikanskiy посольство. Dadam aytgan edi, "Ya, это ustoni bilmayman, rus tiliga shu 20 yil oldin nima aytgan edi? O'zbek tiliga usto deymiz." Dadam uy yasab, ham arxitekt dadam. Keyin ular shunaqa umniki, даже so'raydi. Mana bu mramorning ismi nima? Mana bu plitkani ismi nima? Dadam hammasini aytib bergan. Mana bu, mana bu granit, bunisi marble, bunisi kafel deb hammasini aytib bergan. Chunki dadam ishlarga professional. Bu bobomdan qolgan, bizlarning oilamiz hammasi usto. Pokoleniyadan под pokoleniya. Bobomni bobolari usto, dadam usto, hamma amaklarim, biz hammamiz arxitekt, usto oilamiz. Shu dadam borganda посольствоga hammasini aytib bergan, shunday viza, pechat. Men ruskiy klassga ruskiy shkolaga ketaysidim, ruskiy saytga. Menga cho'chalarim bilaysidilar, green cardda yutishimizni, menga angliskiy she'r o'rgatgan edi-da. Посольствоga 20 yil oldin chiqdim u. She'rni aytib berdim anglisiga. Kim nima cucumber deyishim kerak edi. Bodringda. Cucumber demasam bodring deb yuborgan edim посольствоga. Lekin bizlarni ko'rib, xursand bo'lib, keyin Toshkentga borgan edik, Samarqanddan privivkada oldik, hammasini qilib, shunday mana odamlar qanaqa keladi O'zbekistondan. Uylarini sotadi, mashinalarini sotadi, tillolarini sotadi. Bizda hech narsa, chunki bizda juda ham seri-puri kalonshdagi. Bu degani we grow up rich, you know, like biza unaqa pulni достаточно. Da, biza полностью dadam arxitekt. Bizlarning uylarimiz juda ham ko'p edi. Ham seksi, ham avli, ham moshin, ham bu bizlar полностью достаток. 5 ta bolani katta qilganda ota-ona. Zo'r. Hammasi достаток. Biz hech narsani sotmasdan, просто bilet oldik, pechatlarni oldik, green kartalarni oldik. Hamma pechatlarni olib bu yerga kelib green kartani oldik. Hammasi zo'r bo'ldi. Endi buni aytib bersam katta narsa. Men o'zimni trakdan aytib bermoqchiman. Nimaga ayniqsa trakka chiqdim? Chunki rostini aytsam, men juda ham riskovat qilishni yaxshi ko'raman. Men biron kim sen qila olmaysan deyadi-ku, men ana shuni qilaman deyman. Mana shunaqa odam. Menga bolaligimga ko'p oyim aytaysidilar, sen bu ekzamenni o'ta olmaysan, mana bu ishla olmaysan, buni qila olmaysan. Men, например, o'zimni tasavvur qila olmayman deb bu sohada, to'g'risi. Endi aytingda, keyin sizga oyingiz aytayaptilar, Vika sen qila olmaysan masalan. Yo'q, men nabarot qilaman. Menga kimdir qila olmaysan, yo'q qilmagin, yo'q unaqa qilgin desa, men nabarot borib o'sha ishni qilaman. Yoki не делай или там menga nabarot anaqa qilishadi-ku. Boshimdan 15 ta yong'oqcha qilsa, men nabarot qilaman. Nabarot. Qiladigan narsani qilaman. Menga oyim ko'pincha aytaysiz, ana shu ekzamenda o'tmaysan, bunaqa. Endi ozgina negativda oyim. Yomon odam emas. Oyim juda ham yaxshi. But she has a little negativity, you know? Ну, как говорят, родители не выбирают. Da, otam lekin unaqa juda ham men bilan yaxshi, xarakterimiz juda to'g'ri. Oyim ham yomon odam emas, просто у нее свои травмы, которые она должна работать с этими. Проработать, да. Da.
ko'p narsalarga menga aytaysizlar qilolmaysan, qo'lingdan kelmaydi, ekzamendan yiqilasan, lekin meni juda ham harakat menga bir motivatsiya beraysizda, allow bo'lishga, yondirib, sindirib tashlashga. O'zi har doim hamma motivatsiya. narsani yondirib sindirib tashlaysiz-ku siz. Ana shunaqa qilib o'sib, baquvvat bo'lib ketishga men shunaqa vibe qilamanda. O'zi shunaqa ayol kishi o'zi shunaqa bo'lishi kerak-da. Misol uchun kuchli bo'lishi kerak. Конечно. Manimcha ayol kishi, то есть по мне, женщины намного эмоционально устойчивее, чем мужчины. Nima deb o'ylaysiz? Misol uchun ayol kishilar emotsionально намного o'zbek tilida aytmoqchiman, lekin bilmayman как будет на узбекском это. Rostini aytsam agar ayollar juda ham emotsionalniy odamlar. Meni psixologim bitta gapni aytadi. Menga hamma vaqt sessiyaga borsam, matka управляет миром. Menga shu gapni hamma vaqt shunday o'tiraman, Pari. Matka управляет миром. Men aytaman, men buni tushunmayapman. Bu nima degani? Men слишком realist bo'lib ketganda, men juda ham xarakterim erkaklarda bo'lib ketganda, menga biron kim kelib orzularda menga qara yerga tush, mana bu narsani qilish kerak. Davay deyman, ishla, davay deyman. Keyin men psixolog bilan ishlayapman-ku, Pari, ты слишком реалистическая. Нужно быть немного эмоциональной. Matka управляет миром. Emotsiya нужно. Sen konkretно erkakdek gapiryapsan deyadi-da menga. Ana shu narsa bilan o'zim ishlayapman. Ko'proq emotsionalniy bo'lib, ko'proq kreativniy tarafimni ochib, boshqa tarafi zo'r bo'lib ketishga harakat qilib, lekin bo'lmayapti, lekin baribir harakat qilyapman. Haqiqatan ham matka управляет миром. Ana shunday o'tirsam, birinchi gap ana shu psixologim. Matka управляет, Pari, ты должна это использовать. Matka управляет, ты должна просто этого хотеть. Sen aytadi menga psixologim, chiqib faqat qilasan, ertalabdan oqshom bolang yan kelgasan, ishga, ofisga, trakka, nima endi kerak sizga? Faqat, lekin pul keladi. Ana shu narsani men senga o'rgataman dedi. Qanaqa qilib prosta mana bu yering bilan va matkang bilan olib kelishni. Men aytdim, qanaqa dedim. Ana shu eringga chiroyli gapirishni o'rganishing kerak. Emotsionalniy tarafingni yondirishing kerak. Anaqa bo'ldim sizni. Aytishadi-ku, shirin so'zga ilon inidan chiqadi deb. Bekorga aytishmaydi. Men gapira olmayman. Men yomon gapirmayman. Prosta men juda realist. Yaxshi ko'rardilar tilim shirinligini. Aytardilar-da, Vikuля, у тебя язык, то есть tiling sani shirin deb mana shunaqa o'sha tarafimni yaxshi ko'rardilar meni. Men ana shu qaynonamni ko'rdim-ku O'zbekistonga borib. Birinchi marta ko'rdingizmi? Yo'q, ko'rganidan bir necha yil oldin. Prosta u kishi bilan ko'p vaqt ajratmagan edim. Men u kishiga ko'p vaqt ajratib, eshigini ochdim, moshina eshigini ochdim, restoranlarga olib bordim, unaqa spa protseduralarga olib bordim. Men ухаживать qildim-ku. Menga bugun telefon qilib yig'lab aytyaptilar, Pari, siz menga hech kim qilmagan narsalarni qildingiz, rahmat deb menga shunday ko'nglimni ko'tardilar. Baribir bu qaytar dunyoda men ham o'g'il katta qilyapman. Men yaxshilik qilganimni bu ta'na qilishga emas, prosta shu narsani qildim, chunki bilaman bu qaytar dunyo, bilaman bu qaytib keladi. Men ham o'g'il katta qilyapman-da. Yo, men ham qaynonamni yaxshi ko'rardim, rahmatli qaynonamni. Ular ham yaxshi inson edilar, juda ham. Misol uchun men erim bilan ajrashib ketgan bo'lsam ham 6 yil bo'libdi. Но мы все равно контактировали, да, мы все равно до последнего oxirigacha biz общаться qilardik, oxirigacha biz qalin edi. Bolam bilan ham полный yordam berardilar. Полностью o'shanga katta respekt, joylar jannatdan bo'lsin iloyim. Я ее очень любила, и она меня тоже, anaqa. Qizlari ham hamma biladi buni. Это не секрет. Nimaki misol uchun qanaqa cho'rni ko'shk oramizdan o'tmagan bo'lsa ham hammasiga kelishib ketgan edi. Mendan men roziman qaynonamdan, to'g'risi. Ular ham rozi bo'lsinlar. Ana shu bilasizmi, mana qaynoningizni rozi qilsangiz, bilasizmi? Alloh sizni rozi qiladi. Shunaqa. Я, например, я на самом деле любила свою свекровь, Ayajonni rosa yaxshi ko'rardim, juda ham yaxshi ko'rardim. Nimaki bo'lmagan bo'lsa ham, baribir ham я до сих пор ее люблю. Tushlarimga kirib chiqqanlar bir xillarda. Keyin meni bitta odatim bor. Erim bilan urushsam hammaga telefon qilib aytib chiqaman. O'sha yomon. Ana shu narsa yomon ekan. O'sha yomon. Men buvim aytardilar. Uydagi musorni
tashqariga olib chiqmagin deydilarda. Nельзя. Man contain qila olmayman, man portlab ketaman. Dadamga ham telefon qilib aytaman, oyimga ham telefon, qaynonamni ham qo'shaman, групповой call qilib, erim mana bunaqa qildilar, mana bunaqa so'kdilar, mana bunaqa qildilar, mana bunaqa qildilar Sizda yarashib ketasiz eringiz bilan. Siz eringiz bilan yarashib ketasiz. No, kimga aytgan bo'lsangiz, ularda asadlik qolib ketadi-da. Ular keyin eringiz yomon ko'rib qolishadi. Qayningiz portlab ketaman-da, aytmasam любой ona baribir ham o'zini farzandi deydi. Baribir ham. Tushunyapsizmi? Qayningiz sizga nisbatan asadik qoladi. Siz uydagilaringizda eringizga nisbatan asadik qoladi. Er xotin urushi, do'konromal qurishi deb aytishadi-ku, bekorga aytishmaydi. Sizlar yarashib ketaverasizlar, urushadi, yarashadi, to'g'rimi? Urushadi, yarashadi. No, birovlarda asadik qolib ketadi-da. Tushunyapsizmi? Mana shunaqa odatimga ham shuni ham hozir ishlayapman. Da, prorабатывать qilaman. Man perfect emas. Voy, hech kim perfect emas. Man lekin harakat qilaman, har bitta ошибкамda o'rganib, yaxshi bo'lib ketishga. Uni buni qo'ying. Eringizni nima uchun yaxshi ko'rasiz? Nima uchun imенно o'zingizni eringizni yaxshi ko'raman? Yaxshi ko'rasiz. No, конечно, yaxshi ko'raman. Qaranglar. Man erimni 20 yil oldin biz birga katta bo'lgan, bitta mahalladan. Erim metis, ham unaqa urus ham bor, qonlariga tojik ham bor, o'zbek ham bor. Polniy yarimlari, mana bu pokoleniyalari tojikistonlik. Biza bitta mahallaga katta bo'lgan, bitta partiyaga o'tirgan, birga katta bo'lgan bizda. Mana 3-3 klassgacha, russkiy klassga oldingi partiyaga o'tirgan edilar. Keyin biza green karta yutib keldik. 14 yildan keyin Amerikada ko'rib qoldim, chunki oylarini O'zbekistonga borganimga ko'rib qolgan edim. Oylari bilan salom alik qildim, qaynonam bilan. U kishi aytdilarki, "Doni ham ketgan Amerikaga, mana bu nomeri, bu u" deb menga berdilar. Keyin Amerikaga kelganimga o'zim telefon qildim. O'zingiz so'ragan ekansiz-da? Da, o'zim telefon qildim, lekin unaqa любовь yoki er bo'lish, xotin bo'lish bu ma'noga emas, просто как мой одноклассник, я хотела ленту увидеть одноклассников. Qani lentani rasmlari bormi, одноклассникlarimizni rasmlari bormi deb telefon qildim. Assalomu alaykum Doni dedim. Men shu одноклассникimizni lentasini ko'rmoqchi, sizni ham ko'rmoqchi, qanaqa bo'lgansiz, bu deb. Men hali ham bitta gaplariga shunaqa nervi qilaman. Siz bu o'zlari ham ko'rayotgan bo'lsa, men bu narsaga hech qachon kechirmayman. Nima gap? Shunday birinchi uchrashuvga chiqdik-ku. Hali bu любовный, просто ko'rish shu lentani. Meni ko'rib aytayaptilarki, "Sen katta zaif shudi. Nima degani? Katta ayol bo'psan." Voy. Odam yoshgina qizga 3 yil oldin shunaqa deyadimi? Men aytayapman, "Doni, ты серьезно?" deyapman. Nimaga menga bunaqa deyapsiz? Ha, sen hali unaqa turmushga chiqmadingmi deyaptilar-da menga. Men aytdimki, "Yo'q" dedim. "I'm not married yet. Men hali я еще не вышла замуж" dedim-da. Biz ham rus tili, ham tojik tili gap unaqa o'tirdik. Shu payt men Turkiyadan kelgan edim. Men juda ham semiz katta edim-da. Meni ko'rsalaringizga bir 40 yoshli ayol deb o'ylaysiz. Chunki katta edim, razmerim juda ham katta edi, trakka katta bo'lib ketgan edim. Turkiyadan operatsiyadan kelayotgandim. Желудкама operatsiya qilib kelayotdim. Hali menga hech narsa yeyish mumkin emas. Endi men Donini 14 yildan keyin ko'ryapman. Aytib bermayman-ku, hayotimni ochib operatsiya qilganman, bu qilgan, buni yeyish mumkin emas bu. Prosta ko'rdim, yarim soat gapirdik. Uni shunday ko'rganda men u kishi вообще kosmosga uchib ketdilar. Gapiryapman, "Doni" deyapman, "Doni". U kishi вообще meni yaxshi ko'rib qoldilar. Keyin xayrlashdik. Любовь с первого взгляда bo'pti-da. Da, lekin men bilaman, даже shu O'zbekistonga yoshligimda meni juda ham sevas edilar. Orqamdan yuraysidilar. Men e'tibor qilmagan, chunki famiga ketmaysidim. Bu nima, bu qanaqa narsa, men famiga ketmaysidim. Lekin mana bu o'z katta bo'lib, esimga keltirib eslayapman, что meni haqiqatan ham bu odam sevaysidi. Yoshligidan meni sevib kelganda. Keyin ko'rishdik, u odam вообще на Луне. Keyin улетел бабочка. Да, он вообще улетел. И после этого bir haftadan keyin menga telefon qilyaptilar. Men yosh olmayapman. Men seni sevib qoldim. Я влюбился в тебя. Я не могу. Men bilmayman menga nima bo'layapti deyaptilar. Na uxlay olmayman, na ovqat yeya olaman, na icha olaman. Hech narsa kelmayapti hayolimga, faqat sen.
keyin bitta ko'rishaylik bitta gaplashaylik u bu deb menga aytdilar. Keyin ko'rishdik, gaplashdik. Keyin biza мы просто начали видеться, в свидание ходить. Mani birinchi marta fancy restoranga taklif qildilar, Rokoga bordik. Men shu pachnoqa chiroyli ko'ylak kiygandim, atrezi ham chiroyli, oppoqgina. Endi har kuni ariqlayapman-ku. Bir oydan keyin yana ko'rish, Paris, sen yomon ariqlabsan deyaptilar-da menga. Ha deb qo'ydim. Aytmadim operatsiya. Nimaga faqat chiqsak uchrashuv hech narsa yemaysan? Nimaga hech narsa yemaysan? Keyin bir oradan bir oy, 2 oy o'tdi, даже 3 oy. Keyin aytdim, shunaqa operatsiya qilgan, ovqat yeyish mumkin emas. Menga faqat sup, faqat naqa bulyon, faqat naqa bo'ladi-ku, mana bu chicken broth. Faqat mana bu moyli, baquvvat protein, mana bu faqat has to be liquid. Liquidni o'zbek tiliga bilmayman nima degani. Suyuq ovqat. Faqat suyuq. Mana bu bizlar restoranga bo'lsa shashlik bor, qazonqob bor, kim narsa bor. U kishi go'shtni yeyishni yaxshi ko'radi. Он 3 raza больше меня-da. Qachon ana shuni katta unaqa gavdalari kattada u kishi go'sht yeyadilar. Menga zakaz qilgan narsani men yemayapman. Pari ma'qul emasmi senga bu yer? Men aytdim, menga to'g'ri kelmaydi, Doni, chunki men operatsiya qilgan bu dedim. O'tib ketdi. Keyin to'yimiz bo'ldi, Fotiya to'y. Keyin Deni bo'lib qoldi. Va Deniz juda ham Amerikani будущий prezidenti. Unga juda ham planlarim katta. U rejay, мой rejay слонёнок. Mой rejay. Chunki u tug'ilganiga ana shunday unaqa sherchadek edi-da, slonchadek edi. Ana shunday unaqa dumbuluq. Hammasi menga ana shu dumbuluq ana shuncha edi-da. Uni men faqat yaxshi orzu havas bilan katta qilaman va bilaman, u не только Daniel, u prezidentni, Amerikaning prezidenti Daniel Mo'minov. Unga juda ham unaqalarim katta, planlarim katta. Shu homilador paytimda ham отдельно Instagram ochib, blog unaqa olib ketdim. Чисто Danielning saytini tayyor qilib qo'yay. Ertaga katta bloglar olib ketadi. Multimillionli prasmotr, подписчиклari bo'ladi. Men unga ishonaman. Qancha narsalarni oyimdan olmaganman. Mana bu travmalarim bor. Ishonaman. Ana shu bolamga hammasini men qilaman, beraman. Uni men budishni juda ham zo'r qilaman. Xudo xohlasa. Va justice bilan yuradi. Justice bilmayman nima degani. Rostgo'ylik, anaqa chestность. Chestность menga главный yaxshi yo'lga, halol yo'l bilan hamma narsani erishishga qo'yaman. Endi o'zbek tilini yaxshi gapirmayman, shuning kechiringlar. Yo'q, o'zbek tili zo'r sizni. Ana shunaqa, uni men juda ham yaxshi ko'raman. Endi agar katta bo'lib ko'rayotgan bo'lsa Deni, men тебе juda ham nazminam. Men тебе juda ham ishonib mukunam. Тебе будущий juda ham kalon. Mana Samarqand bu degan hamma Samarqand paritraker emas. Будущий prezidentni oyisi kelgan deyapti. Salonga ham ketgan edim. Hamma joyga, magazinmi, salonmi, tamom, avtovokzalmi, любой joyga borsam, mana ismim o'sha paritraker deb chiqqan-ku men. Hech kim bunaqa demayapti. Будущий prezidentni oyisi kelgan Amerikadan deyapti. Juda yaxshi. Уже Danielning sayti shunaqa multimillionli prosmotrlar olyaptiki, что уже paritraker emas, уже hamma будущий prezidentni oyisi deb chaqiryapti Siz meni. o'sha Instagramda anaqasini o'zgartirib qo'yishingiz kerakdir-da, naверное, будущий prezident Amerika qilib, bu narsa qilib qo'yasiz. Конечно, qilamiz. Hammasini vaqti soati bor qilamiz. Men unga juda ham ishonaman. Men uni juda ham yaxshi ko'raman. Xudo xohlasa, hali mana bunaqa podkastingizga ko'pala ana shu Danielni olib kelib, mana bu yerga qo'yaman. Hali u siz bilan qancha savol javob qiladi. Xudo xohlasa. Yana bitta narsa aytmoqchiman. Bachalar mana qilgan Lux Cargo bor-ku. Kechirasiz, ko'p gapiryapman. Yo'q, bemalol. Ana shu Lux Cargo bor-ku, bunaqa narx hech qayerga yo'qdi. Premium narsalaringizni shunday korobka qiladilar, shunday qora skoch qilib, shunday yuboradilar. Dastavkalari business class degan bo'lib, premium dastavkalari 3 kundan 5 kungacha Amerikadan O'zbekistonga. Bu ekspressimiz, to'g'risini aytib beramiz. Premium, ana ekspresslari 10 kungacha standart, lekin undan ham tez boryapti hozir. Standart, rostini aytaman, standart gazeta 5 kun, 7 kunga borib yetadi. Agar tezroq 3 kundan 5 kungacha desangiz, express mana premium yuborsangiz, Lux Cargoga men yuragimni berdim-da, bilasizmi? Men bilaman, Vika ofisga ishlayotganda faqat boraysidim, ana shunaqada odam ana shunaqa Vika menga hozir to'xtang. Ana shunaqa ishxonamda. Buni to'xtatib
ko'chaga chiqib unaqa hali bu yukni bu yerga menga qarang, men sizga aytdim-ku, bu unaqasiga kirgizing, unaqa truckga. Bunisi men sizga aytdim-ku, bu truckga kirgizing. Davay tez bo'ling. Shunaqa boss energy. Men shuni qarayapman. Bunaqa odamlarni budishisi bor deyapman-da. Haqiqatan ham katta budishisi bo'ladi. Keyin meni taklif qildilar. Pari aktrisa bo'lyapti, keling, u bu. Voy man O'zbekistonga nima qilyapman bu payt deyapman-da o'zimga o'zim. Chunki men noxabar edim, mana ochdilar. Tabriklaymiz. Rahmat jonim, rahmat. Hali bundan ham men sizni bilaman. Bunaqa harakatingiz bilan inshaalloh не только bu ofis, har bitta rayonga filiallaringizni qo'yib, eng zo'r bundan ham katta ofis ochasiz va ochdingiz deymiz. Ochdingiz, bu manifestatsiya. Amin. Amin. Odam nimani xohlayapti, shu narsani qildim deb ko'rsa, ana shu narsaga erishadi. Bu ham meni psixologim aytgan, это сила притяжения deyapti. Mana men o'zimga har kuni turib aytaman. Я миллионер. Я миллиардер. Я мама prezident Amerika. Da, это manifestatsiya. Odam nima qilsa, qanaqa hayot olib borsa, kimlar bilan do'st bo'lsa, qanaqa obraz жизнь, bu hammasi budishisini ko'rsatadi odamni. Rostlik aytyapman. Даже mana bu kartinka sizga kimdir podarka qilgan-ku, aytyapman. Vika, я тоже такой хочу. Ichiga shunday pul, ichiga 1 millioni bor. Bu o'ziga odam qarab, ishonib, ertaga bankingizga million bo'ladi. Bu shunaqa narsa. Bu energiya, обмен energiya, bu bo'ladi 100%. Dodam Franklin bilan chomlashib turibdi. Da, ko'rdim. First president of America. George Washington. Xudo xohlasa bundan ham ziyod bo'lasiz, Vikajon. Ana shu men sizga ishonaman. Men biznesingizga juda ham xursand. Hamma vaqt podдержкаga borman, Vikajon. Rahmat jonim, rahmat. Ana shu. Rahmat meni chaqirganingizga. Like, subscribe and follow for more.